Bandasiga o'zingni oqlama, harakatingni Alloh uchun qil degan iborani eshitgansa, buni tagida juda ham katta ma'no yotadi. Juda ko'p vaziyatlarda biz ayblaydigan, bizni haqorat qiladigan yoki qadrsizlantiradigan odamlarga haq ekanligimizni isbotlashga harakat qilamiz, o'zimizni oqlaymiz va bu juda ham katta quvvat ketishi sababchi bo'ladi. Tushunyapsizmi? U odamlarga siz qanchalik yaxshiligingizni isbotlamang, ularga bu kerak emas. Ularni maqsadi sizni qoralash. Ular baribir nimadir ayb topadi. Ularga maqsad sizni qora qilish. Uni oqlash uchun, o'zingizni oqlash uchun sarflagan quvvatingiz esa bu juda ham katta kuch. Mana shu kuchni olingda maqsadlaringiz uchun, hayotingizni yaxshilash uchun, qachonlardir erishmagan orzularingizga erishish uchun, boshqa o'zingizni qiziqishlaringiz uchun sarflangan. Mana shu kuch sizni juda ham katta yuksalishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng zo'r javob sizni ayblasalar, qoralasalar, qadrsizlantirsalar, umuman javob bermaslik va mana shu paydo bo'lgan kuchni olib hayotingizga sarflang. Shuni tushuning. Yomonlarga yaxshiligingizni isbotlashdan foyda yo'q, harakatni esa Alloh yo'lida qilavering.